Şey, 10. yılda qaynam o'tib ketdi, qayna ejam, kuyovim 3 kishi o'lib ketdi. Har yili o'zi mana hozir obeddan tushdan keyin o'sha yoqqa boraman. O'sha ehsonga ozgina duo xato qilamiz. O'sha urush mezgilida men to'rab 3 qizak o'g'il to'raganman. Bir jumaliklar ichga bo'lgan qo'limda o'g'lim. Opamlar ketib o'shanda shu orqali biz endi bilmay qoldikmanda. Mana hozir endi qizlarim cho'ng'aydi, Xudoga shukr, 2 ta qiz berdim. Bitta nevara, 2 ta nevara ko'rdim, qiz nevara, bir shirin katta bo'lib qolishdi qizlarim, Allohga shukr. Endi tinchlik bo'lsin. Vaqt o'tib mana shu o'g'lim ham 11 ga kirdi mana. Baribir hech qachon esdan chiqmagan ish bo'ldi-da. Urushdan keyin nima ish qilaman deb o'ylanib qolasiz ekanda, o'qimagan ayol kishi 4 bolam bilan. Keyin ochiq aytsam 3 yerda qolardim. Orada endi 2010 o'qishga kirdim. 3 yil o'qidim. O'shni o'qidim. Ham desk centerda, Arvanskiyda kiryugan, ashida kiryuvdim, maslahatchilikka o'qidim, kompyuterlikka o'qidim. Alloh berdi kuch-quvvat deyman-da. Ishladim, men mana hozir qayerda qolarmayapman endi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Huvallohu allazi la çındık çıkan yok, çıktıran. Yani biz talka sardırca barıp menen kança ek taşıyıptan kütözü şu çındıktı. Bu çındıklı çarmasa, iğne kesin ayağına ketmese, hiç kaçan hiç kim kepindik berandaydı. İğne kes kaytalanmaydı. Dağı sinemi okşagan yeniler, otodayı bozdu hiç kim kepindik berandaydı.